Oila jamiyatning bir qismi. Joriy yilning ilk choragida respublika bo'yicha 31775 ta nikoh qayd etilgan. Oilaviy ajrimlar va notinchliklarga to'ylardagi oldi-berdi masalalar ham sabab bo'lmoqda. Ko'p gapirilgan, ammo eskirmaydigan mavzuga yana qaytamiz. Mavzuni muxbirimiz Durdona Eshmurodova davom ettiradi. Xalqimizda shunday chiroyli iboralar bor. Topganlaring to'ylaringga buyursin deymiz. Lekin qanchalik darajada bu haqli ibora? Oylab, yillab davomida ishlaymiz, topganlarimizni barini bir kunda to'yimiz uchun sovurib yuborishimiz qanchalik darajada o'rinli? Aynan mana shu kabi holatlarni oldini olish maqsadida yurtboshimiz tomonidan joriy yil korrupsiyaga qarshi kurashish chora-tadbirlari to'g'risidagi bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida aynan bu mavzuga urg'u berib o'tildi. Xullas, yoz mavsumi boshlandi. To'ylar ham ko'p. 2025-yil avgustdan boshlab to'ylar 100 kishidan ortiq bo'lgan aholini ishtirok etmasligi kerak degan takliflar berilyapti. Xo'sh, umuman olganda, oilalar mustahkamligi va ajrimlar sonining kamayishi uchun o'tkazilayotgan to'ylarning tartibga solinishi nechog'lik darajada muhim? To'y bo'lsa, qo'ni-qo'shnilar, mahalla eng bir chiroyli to'y bo'lsa, hamma oilani mukammal qila oladigan narsa bu ma'rifatli ayol. Uni saqlab qoladigan narsa iqtisodiy teja oladigan ayol. Yoki oilaga keladigan boylikning tamal toshlarini farzandlarga bevosita to'g'ri xolisini taqdim beradigan ayol. Har bir oila qachonki u qanday bo'lishidan qat'iy nazar u ma'rifat sari intilish kerak. Birinchi o'rinda farzandlarini bilimli, saviyali qilish, kasbga o'rgatish kerak. Uning ichki dunyosini, og'riq nuqtalarini bilish kerak. Agar ota-ona o'zini farzandini ma'rifatli qilmasa, uning ichki dunyosini bilmasa, uning qalbidagi erkin fikrlashga yo'l ochib bermasa, erkin fikrlash, demak kasb tanlash yo'lida bormasa, u oila bo'la olmaydi. Ajralib ketayotgan oilalar, turmushi buzilayotgan oilalarning bosh mohiyatida bitta narsa yotibdi. Bu oilaning nima ekanligini, muqaddas g'oya ekanini tushunib yetmaydi. Ular bugun shu ajralish degan narsada jamiyatning bir turib yerga putur ketayotganligini, jamiyatning bitta oilasida ota farzandlar egasi bo'lib qolayotganligi, yoki uning izida qancha odam tashvish ishlar qilayotganligini, yoki biz uni oilani saqlab qolish uchun muhtaram prezident rahbarning kecha kuni faoliyat olib borayotganini tushunmaganligining bosh mohiyati ham oila nima ekanini tushunib yetmasdan ma'rifatsiz, bilimsiz bo'lganligi. Oila ostonasi to'ydan boshlanadimi? To'ylar uchun ketadigan xarajatlarni umumiy hisoblab chiqishga harakat qildik. Masalan, to'y bazmlarida ishlatiladigan bezaklar 1 milliondan 5 milliongacha. To'yxonalarning bir kishilik o'tiradigan o'rindig'i 15 mingdan 50 ming so'mgacha. Yoki san'atkorlar eng kam miqdori 1 milliondan 3 million, 5 milliongacha. Boshlovchilar 500 mingdan 1 milliongacha. Va umuman olganda oziq-ovqat, kelin libosi, sarpo-suruq, oho, buni menimcha oxirini umuman ko'rib bo'lmaydi. Biz bularni hisob-kitobini to'g'risini aytsam, to'y boshlashimizdan oldin oylab davomida hisoblab, ko'rib, surishtirib, solishtirib yuramiz. Ammo oila oldidagi mas'uliyatli vazifamizni ham, ularni o'ziga xos yo'nalishlarini ham bilamizmi? Oilalar ham o'z oldida turgan mas'uliyatni, vazifasini albatta bilishlari kerak. Birgina o'sha oila o'z oldida reproduktiv vazifasi borligini, iqtisodiy vazifasi borligini, ijtimoiy vazifasi borligini, tarbiyaviy vazifasi borligini bajarishi lozim bo'lgan, kommunikativ vazifasi borligini, hissiy, emotsional vazifasi borligini, felsitologik vazifasi borligini bilishi kerak. Bu felsitologik vazifasi deganda bu har bir oila baxtga tomon o'zi intilishi kerak, harakat qilishi kerak. Shuningdek, ortiqcha isrofgarchilikning zararlari haqida qisqa metrajli film, ijtimoiy reklama, ko'rsatuv, eshittirish, podkastlar, maqolalar orqali targ'ibot ishlari amalga oshiriladi. 2020-yil mart oyida to'y va boshqa oilaviy tadbirlarni o'tkazish tartibini buzganlik uchun javobgarlik joriy etildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 192-moddasiga ko'ra, to'ylar, oilaviy tantanalar, marosim va urf-odatlarni o'tkazuvchi shaxs tomonidan ushbu tadbirlarni o'tkazish tartibiga doir talablarga rioya qilmaslik fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari, mansabdor shaxslar va muassasalar egalariga esa 30 baravari, takroran buzilganda esa 50 baravari miqdorda jarima solishga olib keladi. Qolaversa, isrofgarchilikning diniy tomonlama ham javobi bor. Dinimizda, ya'ni o'sha isrof borasida qaytarilgan Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomi Qur'oni Karimda, ya'ni Shu'ara surasini 31-oyatda shunday marhamat qiladiki: Asta'udu billah va kulu washrabu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yenglar, ichinglar, isrof qilmanglar.
albatta Alloh subhanahu va taolo isrof qiluvchilarni yaxshi ko'rmaydi deb marhamat qilyapti. Demak, bu yerda ham ya'ni o'sha to'ylarimizda, ya'ni o'sha dabdababozlikka berilmaslik, unda ko'p isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslikka ya'ni Alloh taolo ham buyurmoqda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari ham bor. Hadislarda shunday keladiki, yenglar, sadaqa qilinglar, kiyininglar, lekin isrof qilmasdan. Demak, dinimizda ham har bir narsani me'yoriy chegaralari bor. Yeyishning ham, kiyinishning ham hamma narsani. Demak, mana bugungi bo'ladigan ziyofatlarimiz, to'ylarimizda shariatga muvofiq me'yorida bo'lgani yaxshi bo'ladi. Ya'ni o'sha me'yordan oshib ketadiganimiz isrof bo'ladi. Isrof bo'lgandan keyin biz demak gunohkor bo'lib qolamiz.